Assalomu alaykum, sirlarini tun qorong'usida o'z qalbida qulflab yashaydigan dardli azizlarim. Hikoyachi Momo kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun men sizga o'z qalbimning eng qora, eng yashirin, lekin eng yonib turgan yarasini ochmoqchiman. Siz o'z qotilingizni sevib qolganmisiz? Men sevganman. Insonni pichoq emas, ba'zan bitta issiq nigoh o'ldirarkan. Men 20 yoshimda bu ulkan, baland devorli hovliga kelin bo'lib tushdim. Hamma menga havas qilardi. Zodagonlar oilasiga tushding deyishardi. Qaynonam Xadicha opa qattiqqo'l, o'z aytganidan qolmaydigan ayol edi. Erim Aziz esa u bor yo'g'i bir oy men bilan yashadi. Keyin biznes, ish deb chet elga ketdi. U Dubayda yashardi. Men bu katta hovlida tilla qafasga qamalgan qushdek qoldim. Aziz menga har oy katta pul yuborardi. Qimmatbaho kiyimlar olardi. Lekin u menga qo'ng'iroq qilganda uzoq gaplashmasdi. Yaxshimisiz, onam nima qilyaptilar? Mayli, charchadim. Uning bor gapi shu edi. Men uning ko'zlarida ayol emas, buyum edim. Men sadoqatli, jim yuradigan, uyni toza tutadigan qulay xizmatkor edim. Uyda yana bir kishi bor edi. Qaynotam, Murod aka. U 50 yoshlardan oshgan, juda salobatli, og'ir bosiq inson edi. U ko'p gapirmasdi. Lekin uning har bir so'zida qandaydir og'irlik bor edi. Men undan hayiqardim. Uning ko'ziga umuman tik qaramasdim. Lekin hayot juda g'alati o'yinlar qilar ekan. Uyning sukunati meni ich-ichimdan kemirib borardi. Qaynonam erta uxlardi. Men esa kechalari uxlolmasdim. Hovlidagi katta olma daraxti tagida yolg'iz o'tirardim. Osmon to'la yulduzlar. Men esa dunyodagi eng yolg'iz odam edim. Bir kuni kechasi soat 2larda tashqariga chiqdim. Havo biroz salqin edi. Men yubka ro'molimga o'ranib oldim. Shu payt olma daraxti ostidagi o'rindiqda kimdir o'tirganini ko'rdim. Bu Murod aka edi. Uning qo'lida eski sarg'aygan kitob bor edi. Men cho'chib tushdim. Orqamga qaytmoqchi bo'ldim. "Kela qol, qizim", dedi u to'satdan. Ovozida g'alati bir mayinlik bor edi. Uyqu qochdimi? Uning bu savoli oddiy emasdi. U mening dardimni bilardi. Men sekin borib undan biroz uzoqroqqa o'tirdim. Shu kecha biz birinchi marta ochiq gaplashdik. Yo'q, u gapirdi, men eshitdim. U o'z yoshligini, amalga oshmagan orzularini aytib berdi. Uning ovozida shunday katta qayg'u bor ediki, mening yuragim ezilib ketdi. O'sha kecha, o'sha suhbat mening hayotimni abadiyga o'zgartirganini bilmasdim. Kechalar bizning yashirin dunyomizga aylandi. Kunduzi biz oddiy qaynona-qaynota va kelin edik. Men unga choy uzatardim, u menga "Rahmat, qizim", derdi. Lekin kechalari hamma uxlaganda hovli ikkimizniki bo'lardi. Biz ko'p narsalar haqida gaplashardik. Adabiyot, inson qalbi, yolg'izlik. Men o'z ota-uyimda ham, erimning yonida ham bunday erkin bo'lmagandim. Murod aka meni eshitardi. Mening fikrlarim unga qiziq edi. Men birinchi marta o'zimni tirik insondek, ayoldek his qila boshladim. Uning nigohlarida avvalgi qattiqqo'llik yo'qolib borardi. O'rniga juda issiq, odamni kuydiradigan bir uchqun paydo bo'lgandi. Bir kuni qaynonam dugonalarnikiga mehmonga ketdi. Murod aka ham ishda edi. Men uning xonasini tozalayotgandim. Stolining tortmasi biroz ochiq qolibdi. Ichida eski daftar turardi. Men bilaman, birovning xatlarini o'qish gunoh. Lekin o'zimni tiya olmadim. Daftarni ochdim. Bu uning kundaligi ekan. Varaqlar orasidan bir ayolning yirtiq, qoroq surati tushdi. Suratdagi ayol xuddi menga o'xshardi. Faqat kiyimlari eskicha. Daftardagi yozuvlarni o'qib yuragim to'xtab qolay dedi. U ketdi. Mening butun hayotimni o'zi bilan olib ketdi. Oradan 30 yil o'tdi. Va u yana qaytib keldi. Mening kelinim qiyofasida. Unga har qaraganimda o'z yoshligimni, o'z olovimni ko'ryapman. Xudoyim, meni bu azobdan qutqar. Men aqldan ozyapman. Miyam muzlab qoldi.
U meni shunchaki kelin deb bilmas ekan. U mening yuzimda o'zining yo'qotilgan eng katta sevgisini ko'rayotgan ekan. Men qo'rquvdan qaltirab daftarni joyiga qo'ydim. Lekin ich-ichimdan bu menga yoqayotganini, yuragim qattiq urayotganini his qildim. O'sha voqeadan keyin men undan qochishga harakat qildim. Lekin inson o'z ko'lankasidan qochib qutula olmas ekan. Kuz keldi. Yomg'irli, sovuq tunlarning biri edi. Chiroqlar o'chib qoldi. Butun uy qorong'ilikka cho'mdi. Men xonamda yolg'iz qo'rqib o'tirardim. Eshik sekin taqilladi. Rayhon, tinchlikmi, qo'rqmadingmi? Bu uning ovozi edi. Eshikni ochdim. Uning qo'lida bitta sham bor edi. Sham yorug'ida uning yuzi shunday charchagan, shunday dardli ko'rinardi. Men yaxshiman, dedim past ovozda. Lekin titrayotgan edim. U xonaga kirdi. Shamni stol ustiga qo'ydi. Biz bir-birimizga juda yaqin turardik. Oramizda bor yo'g'i bir qadam. Tashqarida yomg'ir derazani savalardi. Uy esa qabrdek jimjit. Sen titrayapsan, dedi u. Uning ovozi bo'g'iq chiqdi. U qo'lini cho'zib mening yelkamga tashlangan ro'molni to'g'rilab qo'ymoqchi bo'ldi. Uning barmoqlari tasodifan mening bo'ynimga tegib ketdi. Badanimdan olov o'tdi. Men orqaga tisarilmadim. U ham qo'lini tortmadi. Uning ko'zlariga qaradim. U yerda endi qaynataning o'ktam nigohi yo'q edi. U yerda faqat sevgi izlagan, chanqoq bir erkakning ko'zlari bor edi. U asta egilib yuzimni hovuchladi. Uning kaftlari shunday issiq ediki, men nafas olishni unutdim. Uning lablari mening peshonamga, so'ngra yuzimga tegdi. Bu juda nozik, juda ehtiyotkor teginish edi. Go'yoki men sinib qolaman. Men ko'zimni yumdim. Butun borlig'imni shu olovga topshirdim. O'sha tunda oramizdagi barcha axloqiy devorlar, qoidalar qulab tushdi. Biz bu taqiqlangan, dahshatli, lekin qonni qaynaydigan daryoga g'arq bo'ldik. Bu shunchaki ehtiros emasdi. Bu ikki yolg'iz ruhning telbalarcha isyoni edi. Men erimning sovuq yotog'ida uzoq vaqt muzlagan edim. Murod aka esa meni qayta tiriltirdi. Men endi yashayotgan edim. Oylar o'tdi. Biz jinoyatchilardek yashirin hayot kechira boshladik. Kunduzi qaynonamning yonida men yana o'sha sodda kelin. Murod aka ham hurmatli, jiddiy oila boshi. Lekin ko'zlarimiz to'qnashganda biz bir-birimizning sirlarimizni o'qirdik. Bu ikki yoqlama hayot meni ham baxtli qilar, ham vijdonimni o'ldirardi. Men erimga xiyonat qilayotgan edim. Eng dahshatlisi uning o'z otasi bilan. Lekin Murod akaning birgina tabassumi, bitta teginishi barcha qo'rquvlarni yengardi. U menga shu qadar mehr berardiki, men o'zimni malikalardek his qilardim. U mening sochimni silar, har bir gapimni diqqat bilan eshitardi. Biz uzoq muddat shunday yashadik. G'aflat uyqusida, sarob ichida. Lekin hayot bu shirin uyquni dahshatli tarzda buzishga tayyor turgan ekan. Qish o'rtasida telefon jiringladi. Aziz qo'ng'iroq qilyapti. Men go'shakni ko'tardim. Rayhon, dedi u. Ovozida g'alati xursandchilik bor edi. Narsalaringni yig'ishtir. Men kelasi hafta qaytyapman. Mutlaqo. Dubaydagi ishlarni yopdim. Endi doim yonma-yon yashaymiz. Miyamga balyoz bilan urgandek bo'ldi. Nafasim qisildi. Nima deb yubordim ovozim qaltirab. Xursand emasmisan, dedi u kulib. Senga syurpriz qilmoqchi edim. Men go'shakni qanday qo'yganimni bilmayman. Devorga suyanib pastga sirpanib tushdim. Aziz qaytyapti. Abadiyga. Barcha sirlarimiz, yashirin uchrashuvlarimiz hammasi tugadi. Eshik oldida Murod aka paydo bo'ldi. U mening oqargan yuzimni ko'rib hammasini tushundi. Uning ham ko'zlaridagi olov birdan so'ndi. Biz o'z qilmishimizning oqibati bilan yuzma-yuz qolgan edik. Aziz keldi. Uyda katta bayram bo'ldi. Qaynonamning quvonchi cheksiz. Aziz o'zgargan edi. Puli ko'paygan, o'ziga ishonchi yanada ortgan. Lekin uning menga bo'lgan sovuq munosabati o'zgarmagan edi.
U meni kechasi o'z mulkidek quchoqlardi. Men esa ko'z yoshlarimni yostiqqa artardim. Men uning quchog'ida yotib, narigi xonadagi Murod akani o'ylardim. Bu shunday chidab bo'lmas azob ediki, ba'zan o'lib qolishni xohlardim. Murod aka ham cho'kib qoldi. U uyda deyarli ko'rinmas, faqat ishga borib kelardi. Biz bir-birimizga qaramaslikka, umuman gaplashmaslikka harakat qilardik. Lekin mening ichimda mutlaqo boshqa bir dahshat o'sib borayotgan edi. O'zimni yomon his qila boshladim. Bosh aylanishi, ko'ngil aynishi. Dastlab buni stressdan deb o'yladim. Lekin haftalar o'tdi. Ahvolim og'irlashdi. Yashirincha dorixonaga borib oldim. Xonamga qamalib tekshirdim. 2 chiziq. Men homilador edim. Yuragim qinidan chiqqudek yulqindi. Qo'llarim qaltirab testni tushirib yubordim. Men Aziz bilan 4 oydan beri birga yashayotgandim. Lekin men aniq bilardim. Bu bola undan emasdi. Men buni shunday aniq his qilardimki, butun vujudim qo'rquvdan muzlab qoldi. Men yig'lab polga o'tirib qoldim. Shu payt eshik zanglab ochildi. Qaynonam Xadicha opa kirdi. "Nima qilyapsan bu yerda?" dedi u qattiq ovozda. Va polga tushib yotgan testni ko'rib qoldi. U testni oldi. Ko'zoynagini taqib diqqat bilan qaradi. Uning qattiqqo'l yuzi birdan yorishib ketdi. U shunday xursand ediki. "Rayhon, sen og'iroyoqsan. Xudoyimga shukr, nevarali bo'laman." U meni qattiq quchoqlab oldi. Men esa tosh qotgan edim. "Hozir hamma keladi, bugun katta bayram qilamiz. Men Azizga o'zim aytaman", dedi u yugurib chiqib ketarkan. Men bu bombani to'xtata olmadim. Hammasi o'z izidan chiqib ketgan edi. Kechqurun butun oila dasturxon atrofida yig'ildi. Stol turli noz-ne'matlarga to'la. Xadicha opa o'zida yo'q xursand. Aziz stol boshida o'tiribdi. Murod aka esa uning ro'parasida. Men choy ko'tarib keldim. Qo'llarim shunchalik qaltirardiki, piyolalar jaranglardi. Xadicha opa o'rnidan turdi. "Menda katta, judayam katta xushxabar bor", dedi u hammaga qarab. "Azizbek o'g'lim, sen ota bo'lasan. Murod aka, siz buva bo'lasiz." Xonada bir soniya jimlik cho'kdi. Bu jimlik mening o'limim edi. Murod akaning qo'lidagi sanchqi tarelkaga jaranglab tushib ketdi. Uning rangi oppoq oqarib menga qaradi. Uning ko'zlarida dahshat va tushunish bor edi. Men Azizga qaradim. U xursand bo'lib o'rnidan sakrab turishi kerak edi. Lekin u o'rnidan turmadi. U menga qarab jilmaydi. Lekin bu tabassum odamning qonini muzlatadigan darajada sovuq edi. Aziz sekin stoldagi salfetkani oldi, labini artdi. "Demak, ota bo'laman", dedi u past, lekin butun xonani teshib yuboradigan ovozda. Bu haqiqiy mo'jiza. Chunki men Dubayda tibbiy ko'rikdan o'tganman. U shunday deb cho'ntagidan qandaydir qog'ozlarni oldi va stol ustiga otdi. "Men farzand ko'ra olmayman. Shifokorlar menda umuman foiz yo'qligini aytishgan. Hech qachon." Xadicha opa qotib qoldi. Uning yuzidagi tabassum erib, o'rnini vahima egalladi. "Nima deyapsan, o'g'lim, adashgandir shifokorlar", deb duduqlandi u. Aziz qattiq kulib yubordi. Bu kulgi jinning kulgusiga o'xshardi. "Yo'q, oyi. Ular adashmagan. Adashgan mana bu iflos xotinim." U o'rnidan turib yonimga keldi. Mening sochimdan qattiq changallab yuzimga qaradi. "Kimdan u, qaysi itdan orttirding buni?" deb baqirdi u. Men yig'lardim. Ovoz chiqara olmasdim. Miyamda bitta o'y aylanardi. Men bironta begonaning ismini aytaman. Hamma aybni o'zimga olaman. Murod akani asrayman. "Gapir, seni hoziroq o'ldiraman", deb Aziz bo'g'zimdan siqdi. "Qo'y yubor uni." Bu ovoz butun uyni larzaga keltirdi. Murod aka o'rnidan turgan edi. Uning yuzida endi qo'rquv yo'q edi. Unda faqat qat'iyat va chuqur azob bor edi. Aziz unga qarab hayron bo'ldi. "Dada, unga aralashmang. Bu qahram. Qo'y yubor uni", dedim, deb baqirdi Murod aka.
U Azizning yoniga kelib, uning qo'lini mendan tortib oldi. Men polga yiqildim. Nafasim qisib yo'tala boshladim. Murod aka Azizga tik qaradi. U aybdor emas. Hamma ayb menda. Aziz tushunmay unga qarardi. Sizda. Siz uni o'g'rilardan himoya qilmoqchimisiz? Yo'q, dedi Murod aka past, ezilgan ovozda. Bolaning otasi menman. Bu so'zlar xuddi atom bombasidek portladi. Hadicha opa dod deb baqirib hushidan ketdi. Aziz bir necha qadam orqaga tisarildi. U ishona olmasdi. Uning miyasi buni qabul qila olmasdi. Siz nima deyapsiz? Uning ovozi xirillab chiqdi. Men uni o'z holiga qo'ymadim. Men yashirincha men jinoyat qildim, dedi Murod aka hamma aybni o'z bo'yniga olib. Aziz dahshatli ovoz bilan chinqirib yubordi. U stoldagi hamma narsani yerga ag'darib tashladi. Chinni idishlar, stakanlar devorlarga urilib chil-chil sindi. U Murod akaga tashlandi. O'z otasini ura boshladi. Murod aka umuman qarshilik qilmadi. U jim turib zarbalarni qabul qilardi. Uy haqiqiy do'zaxga aylangan edi. Yig'i, faryod, shisha siniqlari va qon. Aziz uydan yugurib chiqib ketdi. Mashinasiga o'tirib, g'ildiraklarni g'iyqillatib ketib yubordi. Men polga yotgancha o'z qilmishimizning mudhish oqibatini tomosha qilardim. Bu sevgi emasdi. Bu olov edi. Va biz bu olovda butun oilani, hamma narsani yoqib kul qilgan edik. Ertasi kuni Aziz ajrashish uchun sudga ariza berdi. U uyga boshqa umuman qaytmadi. Hadicha opa insult bo'lib qoldi. U gapira olmas, faqat ko'zidan yosh oqardi. Bu uyning devorlariga tushgan qarg'ish hech qachon ketmasligini men aniq bilardim. Oradan yillar o'tdi. Bizning o'sha ehtirosli, yashirin hikoyamiz qanday yakun topganini bilishni xohlaysizmi? Kli tugashlar, hammasi yaxshi bo'lib ketdi degan ertaklar yo'q. Taqiqlangan mevaning ta'mi oxir-oqibat faqat zahar va qon ta'miga aylanadi. Sud bo'lib o'tgach, Murod aka barcha mol-mulkini, katta hovlisini va bankdagi pullarini mening nomimga rasmiylashtirdi. Hamma narsani menga berdi. Men senga baxt bera olmadim. Faqat ismingni qora qildim. Bu mening senga to'laydigan eng kichik tovonim, deb xat yozib qoldirgan edi u. Va u butunlay izsiz g'oyib bo'ldi. Uni qidirib topa olmadik. Eshitishimcha, u qaysidir olis qishloqqa ketib, uzlatga chekilibdi. O'z gunohlari uchun tavba qilib yashayotgan ekan. U menga uni hech qachon qidirmaslikni buyurgan edi. Men qizimni dunyoga keltirdim. U shunday chiroyli, shunday beg'ubor. Lekin men uning ko'zlariga qarab har doim bir xil savolni beraman. Sen kimning farzandisan? Erimning ukasimi yoki mening qizim? Bu savolning javobi shunday azobliki, men ba'zan kechalari bo'g'ilib qolaman. Men tilla qafasda, katta boylik ichida yashayapman. Lekin bu uyda faqat arvohlar qolgan. Bu sevgi bizga nima berdi? Hech narsa. Faqat parchalangan taqdirlar va umrbod vijdon azobi. Muhabbat bu ko'rko'rona ehtirosga berilish emas ekan. Muhabbat ba'zan o'zingni tiya bilish, birovning hayotini asrash uchun o'z xohishlaringdan voz kechish ekan. Biz aqlning yo'lini emas, yurakning yo'lini tanladik va tubsiz jarlikka quladik. Sizchi? Siz hozir qaysi yo'ldasiz? Agar hayotingizda shunday taqiqlangan ochiq eshik bo'lsa, uni hoziroq yoping. Chunki olov issiqlik beradi, lekin chegaradan chiqsa, hamma narsani yoqib kul qiladi. O'zingizni, oilangizni asrang. Bu hikoyachi Momo kanali edi. Menga hamdard bo'lganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha.